nevroz bilan depressiyaga chalinganiga ko'p bo'lmagan bemorlar bilan ishlash afzalroqmi yoki yillar davomida shu kasalliklar bilan kurashib kelayotganlar bilan ishlash osonroqmi? Biz aytamizki, qanchalik holat vaziyat boshlangandan keyin qanchalik vaqtli davolaniladigan bo'lsa, holatdan shunchalik tez chiqib ketish mumkin deb aytiladi. Kitobda shunaqa yozilgan. Lekin shaxsan meni o'zimga endi kasal bo'lgan insonlar bilan ishlash yoqmaydi. Men uzoq yillardan beri shu holatdan aziyat chekib kelayotgan insonlar bilan ishlashni afzal ko'raman. Nega? Chunki endigina kasal bo'lgan inson qayerdadir qanaqadir bir mo'jizaviy tabletka bo'lsa kerak, bir narsa bo'lsa kerak, shunday ichaman, tuzalib ketib qolaman degan ishonchda bo'ladi. Hali beri bu ishonchini qo'yib yormaydi. Uzoq yillardan beri kasal bo'lib kelgan inson hamma narsani qilib ko'rgan bo'lganligi uchun o'qitgan ham, dori ham ichgan, sanatoriyaga ham borgan, hamma narsa qilib ko'rgan bo'ladi va oxiri men o'zimni o'zgartirsamgina tuzalaman degan xulosaga kelgan bo'ladi va mana shu nuqtadangina biz tuzalishni boshlashimiz mumkin. Shu sababli ham menga uzoq yillardan beri aziyat chekib kelayotgan insonlar bilan ishlash ko'proq yoqadi. Qanchalik g'alati tuyulmas. Iltimos kommentariylarga yozib qoldiring, siz nevrozdan necha yildan beri aziyat chekyapsiz va davolanishingiz uchun nima xatti-harakatlar qilib ko'rgansiz va ular qanchalik samarali bo'lganligini.